Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamiz ham kraskaga tayyor bo'ldi. Kraskadan oldingi holati, xudo xolasa, hech qanaqa zang-panglari yo'q, chiroyli qilib tozalanib, kraska sepishga tayyor holatga keldi. 330 ga 370 joyga bo'ldi bu. 360 joyga, bo'yiga 360, eniga 330. Tepasi ochilmaydigan joyi, kichkina kalitkasi, 85 sm kichkina kalitkasi bo'ldi. Darvozalarimiz atrof shviller bo'ldi. Ichidagi profillari 6 ga 4, 1,5 stenada bo'ldi. Listlari 2lik listda. Quruldi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozir gruntovka sepamiz, xudo xolasa, gruntovka kraskalarni sepib chiroyli qilib borib o'rnatiladi. Hurmatli aka-ukalar, gruntovkalarni polni sepib bo'lindi darvozamizga. Har bitta darvozamiz kraskadan oldin polni shunaqa gruntovka sepiladi. Keyin devo kraska, o'sha 1 litrli devo kraskadan sepiladi. Ustidan lak sepiladi. Xudo xolasa, gruntovka lakigacha 4 slov kamida kraska bo'ladi. Kraskalar garantiya. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, aka-ukalar, ekranimizni pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kanalimiz doim kuzatib borsalaring, o'rnatish, kraska sepish jarayonlarini doimiy yoritib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.